Eng og'ir gunohni bilasizmi? Eng og'ir gunohlardan bo'lgan dahshatli gunohni aytaymi sizga-ki, ko'p odam o'shan bilan do'zaxga kirib ketadi. O'sha orqali ibodatini yo'q qiladi. Nima? Ko'rmagan narsasini ko'rdim deb guvohlik beradiganlar. Anitda mana bundoq bo'pti, uzun ko'rdim, ko'rmagan, yolg'on shu. Eng dahshatli gunoh. Odamlar orqasidan-ku nimalar deyishmaydi. Kimki Allohdan qo'rqsa, ig'vo, g'iybat, bo'xton ko'rmagan narsasini ko'rdim, bildim demaydi. Qo'rqadi. Eng og'ir gunohni bilasizmi? Eng og'ir gunohlardan bo'lgan dahshatli gunohni aytaymi sizga-ki, ko'p odam o'shan bilan do'zaxga kirib ketadi. O'sha orqali ibodatini yo'q qiladi. Nima? Ko'rmagan narsasini ko'rdim deb guvohlik beradiganlar. Anitda mana bundoq bo'pti, uzun ko'rdim, ko'rmagan, yolg'on shu. Eng dahshatli gunoh. Odamlar orqasidan-ku nimalar deyishmaydi. Kimki Allohdan qo'rqsa, ig'vo, g'iybat, bo'xton ko'rmagan narsasini ko'rdim, bildim demaydi. Qo'rqadi.